Quyosh sistemasi. Quyosh sistemasi deganda, Quyosh va Quyoshning kuchli gravitatsiyasi ta'sirida uning atrofida aylanuvchi yoxud harakatlanuvchi sayyoralar, sayyoralarning tabiiy yo'ldoshlari, kichik sayyoralar, kometalar, asteroidlar, meteoritlar va kosmik changlar majmui tushuniladi. Quyosh sistemasi taxminlarga ko'ra 5 milliardcha yillar ilgari fazoviy gaz va changlarning ulkan bulutlaridan hosil bo'lgan. Quyosh sistemasi markazida Quyoshning o'zi joylashgan bo'lib, sistema massasining 99,8% ni tashkil qiladi. Qolgan 0,2% ni Quyosh sistemasidagi boshqa barcha jismlar birgalikda tashkil qiladi. Quyosh sistemasidagi jismlar deb Quyoshning ta'sir maydoni ichiga kirib, Quyoshning tortishish kuchini yenga olmay, unga tobe bo'lib, Quyosh atrofida harakatlanuvchi jismlarga aytiladi. Quyosh sistemasida Quyoshdan uzoqligi jihatdan eng yaqin joylashgan sayyora bu Merkuriy bo'lib, Quyoshdan 58 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Merkuriy Quyoshga juda yaqin joylashganligi uchun uni kuzatish qiyinroq bo'lib, Quyosh chiqishi oldidan va botgandan keyin uning yaqinida ko'rinadi. Merkuriyning diametri 4865 kilometr. Orbital tezligi 47,9 km/sekund bo'lib, Quyosh atrofini 88 yer sutkasida to'la bir aylanib chiqadi. Sayyora o'z o'qi atrofida juda sekin aylanadi. Shu tufayli Merkuriyning bir sutkasi 176 yer sutkasiga teng bo'lib, Merkuriyning bir kuni yilidan 2,5 barobarga uzoqroq. Sayyora juda yuqa atmosferaga ega. Merkuriy yuzasidagi o'rtacha harorat +430 gradus atrofida, tunda esa harorat -190 gradusgacha pasayadi. Merkuriyning tabiiy yo'ldoshlari mavjud emas. Venera Quyoshdan uzoqligi jihatdan ikkinchi sayyora. Quyoshdan o'rtacha 108 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Venera sayyorasini Quyosh chiqishi oldidan va Quyosh botgandan so'ng biroz vaqt davomida aniq ravshan ko'rish mumkin. Venerani ko'pchilik tong yulduzi yoki Zuhro yulduz deb ham atashadi. Yer osmonida ko'rinadigan fazo jismlar ichida yorug'ligi jihatdan Quyosh va Oydan so'ng 3-chi bo'lib ko'rinadi.